Xitoy, AQSh va butun dunyoni hayratga soldi. Chengdu korporatsiyasi ilk bor 6-avlod qiruvchi samolyoti G-36 ni namoyish etdi. Taxminlarga ko'ra, uning maksimal tezligi taxminan 3000 km/soat. Jangovar radiusi esa 3000 km. Eng hayratlanarlisi, Xitoy uni gipersound imkoniyatlarini ham ko'rsatdi. G-36 allaqachon uchayotgan bo'lishi mumkin. U dum qismini yo'qotgan, radarga deyarli ko'rinmas va uchta dvigatel bilan jihozlangan. Mutaxassislar hatto bu samolyot katta balandlikda, hatto kosmosda ham ishlashi mumkin deb hisoblaydi. Bunday uzoq masofali imkoniyatlar Xitoyga AQShning havo ustunligidagi eng muhim unsurlar. Yonilg'i quyuvchi samolyotlar va erta ogohlantiruvchi radar samolyotlarini yo'q qilish imkoniyatini beradi. Bu orada AQShning o'z 6-avlod qiruvchi loyihasi vaqtinchalik to'xtagan va dizayn qayta ko'rib chiqilmoqda. 2023-yil test parvozi bo'ldi degan mishmishlar bor, ammo rasmiy tasdiqi yo'q. Hozircha AQShda G-30 ga tayyor analog mavjud emasdek tuyuladi. Endi savol, sizningcha kelajakdagi havo janglarida kim ustun chiqadi? Xitoy yoki AQShmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.